Hozir siz videoda ko'rgan ayanchli avtohalokat aynan mana shu yerda sodir bo'lgan. Holat poytaxtimizning Bektemir tumanida 2025-yilning 31-may kuni tongda ro'y bergan. 1973-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomashinasi hamda 1995-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvidagi Nexia rusumli transport vositalari to'qnashuvi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Nexia avtomashina haydovchisi rul boshqaruvini yo'qotib, Ushbu yo'lakdan harakatlanib kelayotgan piyodani urib yuboradi. Daraxtni esa sindiradi. Kuzatuv kamerasiga e'tibor bering. Nexia haydovchisi boshqaruvni yo'qotib, fuqaroni ayanchli darajada urib yuboradi. Xo'sh, piyodaning ayni vaqtda ahvoli qanday? Uning hayoti saqlab qolindimi? Rasmiy xabarda keltirilishicha, jarohatlangan fuqaro Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Toshkent viloyati filialiga olib boriladi. Bemorda yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Qabul bo'limida qo'yilgan tashxis aralash jarohat, bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, chap son suyagi o'rta uchligidan yopiq sinir silishi, shilingan jarohatlar bilan hamda travmatik shok birinchi, ikkinchi daraja. Bemorga zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatilib, reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Rejali davolashlardan keyin bemorga 3-iyun kuni singan oyog'i qayta tiklanib, jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Hozirda bemor ahvoli qoniqarli, o'tkazilgan jarrohlik amaliyotiga mos, hushida. Mazkur yo'l transport hodisasi do'kon qarshisiga o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga tushib qolgan. hodisa yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, tergov boshqarmasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Falokat oyog'ing ostida deb bejiz aytishmaydi. Hurmatli haydovchilar, siz qanchalik ko'p qoidabuzarlik sodir etaversangiz, baxtsiz hodisalar ishtirokchisiga aylanaverasiz.